Assalomu alaykum, do'kon senti kuzatuvchilari. Kechagi kuni post qo'ygandik, yangi do'konlarimiz keldi deb joylashtirib oldik. Obzoriga ham o'tdik, xudo xolasa. Birinchi dekorimiz. Ko'rishingiz mumkin, zolotoy rangda. Mehmonxona juda go'zal chiqaradi. Tovlanishini qaranglar buni. Xo'p, bu birinchisi, ikkinchisi bo'lsa bu. Juda ham nejniy. Tayyortag'inta variantda. Ko'rgan odamga bittada ma'qul keladi. Xo'p, bu dekorlarimizni esa qanaqa paket qo'yamiz desanglar, bunga ham variantlarimiz tayyor. Xitoy paketlarimiz bor. Ikkalasi ham birdek kerak. Shuni qaranglar. Zolotoyga ham tushaveradi, oqiga ham tushaveradi. Juda ham go'zal. Bu ikkala dekorimiz Sharxonda yagona. Zavodga zakaz beramiz. O'zi aksar dekorlarimiz hammasi zakaz asosida chiqadi. Dekorlarimiz sifatini eshitib, hatto Andijon Asakadan ham olmay kelishyapti ekan, o'zimizni olib ketishyapti dekorlarni. Yangi qilishda to'xtamaymiz, barchangizni do'konimizda kutib qolamiz.